bitta start knopka orqali hamma ishni o'zi bajaradi. Avtomat reskamiz bo'ladi. Avtomat reskamiz ham mana shu bitta knopkani bosganda avtomatik kesib, tushib o'zi to'xtaydi tevaga chiqib. 30 komplekt qolib bo'lgan. Hammasi komplekt. Choklarni ko'rishlar mumkin. Birortasida zazor yo'q. Zamaska qilinmaydi, yamalmaydi bu. Mana o'sha Farg'ona viloyati Mindonobodga o'rnatilgan gazobloy apparatlarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bugun polni yig'ib, terib ishga tushirdik. Bunimiz 6 metrli lentasi. Xo'p, shitlari, miyasi, hamma yo'g'i mana shu bitta start knopka orqali hamma ishni o'zi bajaradi. Birinchi lentani ishlatadi. Lent ishlab qum tushgandan keyin 120 kiloni olganda to'xtaydi lenta. Xo'p, keyin sement ishlatadi. Sement avtomatik shinakni ishlatib, hozir mana. Mana shunagi bor o'zida. Shinakni ishlatib 120 kilo sement olganda sement o'chadi. Suv ham shunaqa 100 litr yo 110 litrga moslab qo'yamiz. Suvni ham avtomatik tortib, nasosni avtomatik ishlatadi, o'chiradi. Shu bitta knopka orqali. Bunimiz 50 tonnalik shu sement yo'nkisimiz. Uni ham o'zimiz o'rnatdik mana. Ko'rishingiz mumkin. 3 tonnalik suv bachovi, suv nasoslari, shinaki, lentasi, mishalkani katta mishalkadan qilib berganmiz, 1 kubalik gazobloy mishalkasidan. Keyinchalik buni 24 talik qolipga o'tkazganda ham mishalka alishmaydi, ishlayveradi. Xo'p, bu yoqda mana qoliplarimiz 30 komplekt qolib bo'lgan. Hammasi komplekt. Choklarni ko'rishlar mumkin. Birortasida zazor yo'q. Zamaska qilinmaydi, yamalmaydi bu qoliplar. Ruchkalari zo'r ruchkadan qo'yilgan, ligirovka qilib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Taylarga keladigan bo'lsa, 8 ga 4 lik profildan ishlatilgan, qalinliklari 2 listena, bokovoylari 5 ga 3 lik, 1.7 listenadan ishlatilgan. Listlarimiz 3 lik rossiyskiy list. Bunimiz avtomat reskamiz bo'ladi. Avtomat reskamiz ham mana shu bitta knopkani bosganda avtomatik kesib, tushib o'zi to'xtaydi tevaga chiqqanda. Xo'p. Relslarni polni o'zimiz ustanovka qilib, как положено qilib, sentrga olib, urg'unlarni qo'yib chiqazib berdik. Uydagilar o'zlari betonni quydirib, shu ugolligini olib berishdi. Qolgan hamma ustanovkalarda polni o'zimiz olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, mana shu liniyamiz 20 ming dollarga olib kelib ustanovka qilib o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa ertaga sementimiz keladi. Sement kelganda sement yo'nkisiga to'kib, xudo xolasa gazobloyni quyilish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana shunaqa gazobloy biznesiga qiziqqan ukalar bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha 1,5 ming dollardan 30 ming dollargacha gazobloy liniyani o'rnatib beramiz. Отдельный mishalka, shinik, lenta, nima kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasidan chiroyli qilib yetkazib beramiz. Avtomat reska kerakmi, lenta kerakmi? Bemalol shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.